Yana bir qiziq savol. Koreyaga boshida kelganingiz va hozirgi holatingizda hech Koreyaga kelganingizga afsuslanasizmi yo'qmi? Koreyaga kelgandan keyin koreys tilini bilmagansiz, ingliz tili bilan yashab ketishga qiynalmadingizmi? Ishga olish talablari qanaqa bo'lgan? Nimalar so'ragansiz? Ishga olish talablari birinchi o'rinda masalan shu biznes sohasida, marketing sohasida o'qigan bola bo'lsin. Chunki o'sha baribir moliyaviy servis ko'rsatadi. Qaysidir biznes yo'nalishida endi odamlar bilan gaplashish kerak. Keyin o'sha gaplashishda, odamlar bilan gaplashishda yaxshi muomalada o'shanda kirishib ketuvchi bo'lsin degan. Akademik qilmasdan qochib kelgansiz. Akademiyga qilmaganman. Ular endi akademiyga qilish uchun dedi 1 yil hech bo'lmaganda o'qishingiz kerak dedi. Birinchi kurs tugatgan. Birinchi kurs tugatgan bo'lishingiz kerak dedi. 6 oydan akademiyga qilib bo'lmaydi. Demak sizdan TOEFL yoki KIP daraja so'ralmadi ishga o'tganda? Yo'q. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi podkastimiz Busan shahrida Dongseo universitetida olib boryapmiz. Bugungi suhbatdoshimiz Jimmy pul o'tkazmalari kompaniyasining xodimi Zohirbek bilan bo'lib o'tadi. Zohirbek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Va keyingi kuzatuvchi suhbatdoshimiz Inje universitetining magistranti Nurmuhammad. Tashakkur. Xo'sh. Kimda savollar tug'ilsa videodan keyin kommentariyaga yozib qoldiringlar. Zohirbek uchun savollaring bo'lsa ham yozib qoldirsalaring, yana alohida video qilib javob beramiz yoki biz orqali kommentariyalarda bemalol javoblarni olishlari mumkin. Like bosib qo'yinglar, ko'proq kommentariya yozinglar video rivojiga va keyingi videolarimiz qaysi sohalarda o'tkazishimizni so'rasalaring, o'sha sohaning mutaxassislari bilan bog'lanib sizlar uchun yaxshi video kontentlar qilishga harakat qilamiz. Zohirbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Suhbatga rozilik berganingiz uchun rahmat. Biz uchun ham katta narsa sizlar bilan ko'rishib, tildan suhbat qilish. Rahmat. Shu yergacha kelganlaringizga ham rahmat. Ko'rishib, chiroyli bir suhbat qilamiz. Savollar o'zimiz endi boyagi tajribadan endi bilimimiz yetgancha savollarga javob beramiz. Xo'sh, assalomu alaykum. Zohirbek, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Sog'lik, yaxshi. Yaxshimisiz? Ishlar bilan O'zbekiston yaxshi borib keldingizmi? Xudoga shukr borib keldik. Aylanib. Yaxshi, xudoga shukr biz ham. Biz rizqimizni terib. Xo'sh, Zohirbek, Koreya hayoti haqida ozgina gaplashamiz endi. Mayli. Siz bilan podkast qilamiz deb 1 oydan beri vaqtni to'g'rilolmay. Siz ham band, biz ham band. Mana bugunga nasib qilgan ekan. Xo'sh. Zohirbek, Koreyaga dastlab kelishingizga nima turtki bo'lgan? O'shandan boshlaylik savol. Biz endi o'sha Samarqandda litseyda o'qib yurgan vaqtimiz, o'sha o'zimizda mahalladan, qishloqdan ko'plar endi Koreyaga kelib 7-9 viza ishlab yurgan. Endi bizlar bu paytda 7-9 viza, student viza uncha farqiga bormaganmiz. Endi faqat shu Koreyaga ketish kerak, o'sha yerda ishlash kerak, o'qish kerak deb o'ylaganmiz. Keyin o'sha o'qib yurgan vaqtlarimiz shu litseydan bitta ikkita bolalar chiqqanda o'sha so'rab qolsak, endi bizdan katta kurslar bordi. Ular shu o'qib, boyagi IELTS o'qib, ingliz tili Koreyaga o'qishga ketaman deb yurardi. O'sha bolalar bilan shu gaplashib, keyin maslahatini olib, boyagi Koreyaga qaysi universitetga borsa bo'ladi, qanday borsa bo'ladi, o'shalarni surishtirib boshlaganmiz shu payti. Endi u paytda kelishning asosiy yo'li shu eng kerakli hujjati endi IELTS bo'lgan. Til sertifikati. Shu til sertifikati bo'lgan. Bizlar shu keyin IELTSga o'qiganmiz, shu sertifikatni olganmiz. O'shandan shu harakatni boshlaganmiz kelishga. IELTS qancha vaqt tayyorlanib olgansiz IELTS darajasida? Necha olgansiz? Endi bizlarda maktab vaqtida men ozroq o'qiganman, lekin payt endi uncha e'tibor bermaganmiz. Boyagi ba'zida o'qiganmiz, ba'zida tashlab qo'yganmiz. O'shanda litseyda shu endi u payti ham litseyda payti ham IELTS o'qimaganmiz. Faqat shu grammatika o'qib tayyorlanib yurardik. Keyin o'sha 3-kurslardan boshlab shu
bitta ikkita tanishlardan qayerga IELTSga boryapti, qanday o'qiyapti, o'shani surishtirib o'sha boyagi sentr, boyagi IELTS o'qitadigan joylarni topganmiz. Shularga borib, shu o'qib, tayyorlanib harakat qilganmiz. Unga ham endi umumiy ingliz tilini o'qigan vaqtimiz 3 yillardan ham ko'p vaqt ketgan. Desak bo'ladi, IELTS olgungacha. Samarqandda tayyorlangansiz. Samarqandda bo'lganman. Reklama bo'lsa ham aytib keting. Qaysi markazda tayyorlangansiz? Samarqandda ko'p joyga borganmiz. Shu endi litseydan chiqib, Inyazding podvalida Farruh aka degan aka o'tardi, Jonboylik. O'sha kishiga 3 oylar yo 4 oylar borganman. U kishidan keyin o'zimga mos gruppasiga qo'shilmaganman. U kishida boyagi student juda ko'p emasdi. Ko'p studentlarni har xil darajalarda bitta qilib olgan. O'sha ba'zi kuchli studentlar va orqaroqdagi studentlar hammasi bitta gruppaga tushib qolganda, men ham o'sha endi kuchsiz bo'lganman, payt o'qolmaganman. Keyin o'sha bir tanish orqali Innovativ Center degan Muhammad aka Samarqandda o'sha kishini sentri, uchebniy sentri bor edi. U o'sha hokimiyat yonidagi binoda edi. O'sha yerga borganmiz, shu adashmasam 2018-yillarmidi o'sha paytlari. O'sha yerga borib ozroq o'qiganmiz. Endi u payti oson emasdi. Masalan, tez IELTS topshiraman deb reja qilmaganman. O'qib yurganmiz ancha vaqt. Keyin litseyni bitirgandan keyin o'sha universitetga kira olmaganmiz. Yiqilganman imtihondan. O'shandan keyin bo'ldi, endi bitta yo'li shu IELTS olib chetga ketish degan. O'shanday shu innovativda oxirigacha o'qiganman. IELTS olgan bo'lsangiz nimaga Angliyaga emas, Amerika, Kanadaga emas, Koreyani tanlagansiz? Endi birinchi sababi xarajatlari katta. Angliyalarda baribir boshqalardan xarajati katta. Ikkinchidan endi u payt IELTS olganimda baland ball olmaganman. Birinchi olganimda 6 ball olganman. Endi masalan hozir o'ylab qarasam, o'sha vaqtda yaxshi ball deb o'ylaganman, lekin hozir o'ylab qarasam 6 ballda baribir erkin muloqot yaxshi emas. Ingliz tili bo'yicha bilim juda zo'r emas. Universitet darajasida bunaqangi masalan Angliya yoki Amerika universitetlarida o'qish darajasida ingliz tili juda zo'r bo'lmagan. O'shanday bo'lib keyin bu yoqqa O'zbekistonga kira olmagandan keyin, u IELTS topshirganimdan keyin yana ustida ishlayverganman. O'qib, yana ingliz tilini rivojlantirib, keyin uydagilar bilan bir gaplashib, demak, Koreyaga qilamiz deganmiz. O'shanday. Koreyaga hujjat qilayotganingizda hujjatlaringiz o'zingiz qilganmisiz yo qanaqadir firma yordam qilganmi yo tanish bilishlar yordam qilganmi? Hujjatlar paytlari endi tanish bilishlar yo'nalish beradigan kishi kam bo'lgan. Shuning uchun faqat variant shu uchebniy anaqalar bo'lgan, agentstvolar bo'lgan. Samarqandda men Worldtours degan kompaniya, o'sha yerda bir opa bor edi hozir. Ismi esimdan chiqdi. Shu opaga borib uchrashganman. Endi ularda ham o'zi variant ko'p emasdi. Variantlar mana shu universitetlar bor degan. Bo'pti, topshiramiz deb turib, dokumentlarni boshlaganmiz, to'g'rilashni. Demak, sizga universitetdan o'sha o'quv markazi tavsiya qilgan. O'shalar taklif qilgan. Shu paytda ularda Dongso bor edi, shu universitet bor edi. O'qigan o'zim universitetim, keyin Donga bor edi. Keyin Tejondagi Woson bor edi. O'sha uchalasiga ham topshirganman universitetda. Donga o'sha paytda dokument topshirgandan keyin ular email yozib qo'ygan. Bizlar bakalavrga qabul yopdik, chunki va yetarlicha student bo'lmadi deb email yozgandi ular o'sha Worldtoursga. Keyin ikkita variant qo'ygandi, Wosong bilan Dongso qo'ygandi. Wosongni intervyusida xato bo'lib ketgan. Ular aytgan, bizlar Messengerda intervyu qilamiz degan. O'sha paytlari ham mencha hozir ham qandaydir Messenger yaxshi ishlamaydi. Video kollar yaxshi ishlamaydi O'zbekistonda. Men uyda bo'lganman, internet ham yaxshi bo'lmagan. Ular telefon qilgan, tusha olmagan, men ham tusha olmaganman. O'shanday bo'lib, intervyusi qolib ketgan. Keyin yana o'sha Worldtours bilan gaplashib, bo'lmasa boshqa kuni intervyu qilaylik deb turib, o'sha ularni o'zining agentstvasiga Samarqandga borib,
intervyu qilganman, lekin unda ham borganimda tayyorgarlik bo'lmagan. Savollar berganda javob bera olmaganman, hayajon bo'lgan, professorlar turib savol javob beryapti. O'shandan keyin bo'pti deb kutganimda, adashmasam 2 haftalardan keyin ular o'sha o'qishga qabul qilmadik deb email yozgan. O'shandan keyin shu oxirgi variant Dongso qilgan. Keyin ikkinchi intervyu bo'lgan shu Dongso bilan. Unda endi ozroq tajriba bo'lgan, bilganmiz qanday gapirish kerak. Shu yaxshi o'tganmiz. Shundan keyin ular o'qishga qabul qilindingiz deb yozgan. Qaysi yo'nalishga o'qigansiz Dongsoda? U payti business management derdi, global business management derdi. Hozir global business administration deb o'zgartirgan o'sha yo'nalishini. O'shanda yo'nalishda o'qiganmiz. Demak, darslar ingliz tilida bo'lgan. Darslar o'sha payt ingliz tilida. O'qiganingizdan keyin sizga koreys tili darslari, majburiy darslar qo'shildimi yo faqat ingliz tilida o'qidingiz? Koreys tili majburiy darslar bor edi, lekin ularni qaysidir semestrda olish majburiy emasdi. Prosta etap-metap olib ketsangiz bo'ldi. Men o'sha payt kirganimda koronavirus boshlanib qolgan. Birinchi semestr bizlar уже vizaga topshirganmiz o'sha paytda, viza chiqqan. O'qish boshlanishiga sal qolganda уже yopgan, biletlar ham olganda. Keyin ketolmay qolganmiz. Universitet o'sha paytda aytgandi, bo'pti, yo'l ochilgancha onlayn o'qib turinglar degan. Yo'l ochilgandan keyin kelasizlar degan. Bizlar ham endi vaqt o'tkazmaylik, o'qiyveraylik deb onlayn o'qiyverganmiz. Keyin o'sha boshida universitet darslar tashkillashtirib bergan, shu fanlar olinadi deb. Endi biz u paytda boshida tushunmaganmiz, qaysi fanda olish kerak, qaysi fanda o'qish kerak bilmaganmiz. O'shanaqa boshlangan. Birga demak 1 yil onlayn o'qib keyin kelgansiz, to'g'rimi? Yo'q. Shu 1 semestr onlayn. 1 semestr onlayn. 1 semestr onlayn o'qiganman, keyin vaziyat qaradim, virus tarqamayapti, yo'llar ochilmayapti, demak, chunki kontrakt to'lash kerak edi. Ikkinchi semestrga ham to'liq kontrakt to'lash kerak edi. Men kontrakt undan to'lamasdan akademikga olib turib, vaqtincha qoldirib turaylik deganmizda. Shunaqa bo'lgan. Shundan keyin akademikga olib O'zbekistonga topshirganman. Vaqtda shu Samarqandda yangi ochilganda turizm o'shaga topshirib o'qishga o'tgandim. Shunaqa. Demak, turizmga o'qishga o'tib, o'qishni tashlab kelgansiz keyin. Bu yoqda o'tgandan keyin o'qish boshlandi, kontraktni to'ladik. Shu yarim 1 semestrga to'ladik. Keyin o'qidim. O'qish boshlandi. O'sha martgacha o'qidim yerda. Keyin yo'llar sirasi ochildi, adashmasam yanvar-fevral oylari o'sha xabarlar chiqdi. Yana viza beryapti, yana Koreya ochilyapti degan. O'shanda yana shu uydagilar bilan o'tirib gaplashib, demak bo'ldi. Shu Koreyaga qilamiz. Variant shu ekan dedi. O'shandan keyin universitetga aytganman, men Koreyaga ketaman, bu yerda shunday tashlab ketaman degan. Akademikga ham qilmaganman. Bo'ldi, men Koreyaga ketdim. Nima bo'lsa bo'ldi, voz kechib ketdim deganman. Demak, akademik qilmaysan, qochib kelgansiz. Akademikga qilmaganman. Ular endi akademikga qilish uchun dedi, 1 yil hech bo'lmaganda o'qishingiz kerak dedi. Birinchi kurs tugatgan. Birinchi kurs tugatgan bo'lishingiz kerak dedi. 6 oydan akademikga qilib bo'lmaydi dedi. Keyin bo'lmasa, boyagi atestasiya qilib, o'qish tashlab kelaveraman deganman. Koreyaga kelgandan keyin koreys tilini bilmagansiz, ingliz tili bilan yashab ketishga qiynalmadingizmi? Qiyin bo'lgan. Ingliz tili endi biz bu yoqda o'ylaganmiz, ingliz tilida o'qishga boryapmiz, demak koreyslar ham ingliz tilini biladi ekan. Endi bu kelganmiz, ingliz tilini ham bilmaymiz. Yo'l hayot tarzi qanaqa, yo'lda qoidalar qanaqa, qanday yurish kerak, nimalarga to'g'ri berish kerak, hech narsa bilmaganmiz. O'shanday bu yerda student bolalar, o'zbek bolalar ko'p edi o'sha vaqtda. Endi shu yerdan bitta-ikkita yaxshi tanishlar topib, bolalar bilan yaqin bo'lib, so'rab qayerdan nima olish kerak, qayerga borish kerak, o'shalardan so'rab, sekin-sekin o'rganganmiz. Ancha qiyin bo'lgan boshida. Ish topish masalasi qanday bo'lgan? Ish topishda endi boshida ozroq men o'zim bilan pul olib kelgandim. U ham ko'pga yetmadi baribir. Bu yerda xarajatlar katta bo'lib ketdi. Adashmasam shu 2 oylarni pashta ishga chiqmaganman. O'sha amallab turganmiz.
keyin shu bu joydan tanishlardan, shu yerda universitetdagi bolalardan ish izlab shu boyagi tekbega chiqib ko'rganmiz, ko'chadagi butikda ishlarga chiqib ko'rganmiz. Bir namanganlik aka bor, Abbos aka degan. O'sha bola mendan yoshi kattaroq. O'sha bola ancha yo'lga urib ko'rsatgan kelgan payt. Qayerga o'zi ish chiqib qolsa meni olib borgan, shu bilgan, o'sha yangi kelganman, qiynalyapman. O'sha kishi shu o'ziga yaqinoq ovqat qilsa, oshxonaga chaqirib, keyin birga ovqatlanamiz deb, yotoqxonasida jo'rasi bilan turardi, o'sha yotoqxonasiga chaqirib, tushunirga gaplashamiz deb, aylanishga o'sha kishi olib chiqqandi, shu boshlanishida даже bilmaganman qayerga aylanish kerak, nima qilish kerak. Endi shu kishi ketdik, u yoqqa Glangalliga hamdaga aylantirib kelaman deb olib chiqqandi. Shu aka. Demak, kelganingizda yotoqxonada turgansizda? Ha, yotoqxonaga kelganmiz. Endi yotoqxonani kelishdan oldin o'zi universitetda o'sha taklifi bor edi, yotoqxonani tekin beramiz, to'lanmaydi, faqat kontraktdan 25% skidka qilamiz, scholarship qilamiz degan. O'sha bilan kontrakt adashmasam 2.3 largami tushgan bir semestrga. Yotoqxona o'zi 650 ming bo'lgan bir semestrga. Uni o'sha tekin qilgan. Shunday qilib yotoqxonada turganmiz, birinchi kelganmiz. U anaqa hozir pul jo'natadigan kompaniyada ishlayapsiz-ku, oti nima edi? U hozir Global Money Express deydi. O'sha GME Remittance ham deydi. Men bilishim bo'yicha bakalavr o'qib yurgan vaqtingiz ham o'sha yerda ishlardingiz. Bu yerga qachon ishga kirgansiz? Bu yerga endi o'sha 1-yil 2021-yil o'qib yurgan vaqtda shu ishdan qiynalib, u yerda ishlab yurganmiz. 2022-yil keldi. Bahorida Telegramda Abdurahim aka degan andijonlik aka o'sha post tashlab qo'ygan Telegram ish gruppada. Shu yerda GME Remittance 2 mingdan ofisda o'zbek ishchi izlayapti. Agar kimdir topshirmoqchi bo'lsa, qiziqsa, rezyume jo'natingizlar deb yozgan. O'shandan keyin men bir ko'rganimda tashlab qo'ygan. Men unaqa joyga ishga olmasa kerak. Karstilni ham bilmayman. Boyagi hali kelganimga 1 yil bo'lgan. Ko'nglimda tushuncha yo'q Koreya bo'yicha. Unaqa kompaniya ishga olmasa kerak deb e'tibor bermay o'tib ketganman. Keyin shu bir haftalar o'tgandan keyin shu bir tanish bilan gaplashib qolganman. Shu tanish bilan gaplashib o'tirganimizda qiziqib ko'rdi degan. Topshirib ko'r qani, balkim o'tib qolarsan degan. Balkim ishga olib qolar degan. O'shanda shu rezyume qilib jo'natganman, telefon qilib aytganman, aka shu yerda universitetda o'qiyman. Shu kunlar darsim bor, shu kunlar bo'shman. Mana shu narsalarni bilaman, shu narsalar qo'limdan keladi deb turib, o'zbek akaga, shu Abdurahim akaga ma'lumot berganman. Rezyumeni jo'natib berganman. Keyin u kishi bo'lmasa intervyuga keng degan. O'sha intervyuga borib, gaplashib, aniq qilganmiz. Ma'qul kelganda ishga olgan. Demak, ikkinchi kurs vaqtingiz o'sha ishga o'tgan bo'lgansiz. Ha, ikkinchi kurs vaqtim o'sha part-time qilib, shanba yakshanba boshida ishga olamiz degan. Haftada 2 kun ishlab turasan degan. Mayli deganman, o'sha shanba yakshanba ishga kelib turganmiz. Bu ishga olish talablari qanaqa bo'lgan? Nimalar so'ragansiz? Ishga olish talablari birinchi o'rinda masalan shu biznes sohasida, marketing sohasida o'qigan bola bo'lsin degan. Chunki o'sha baribir moliyaviy servis ko'rsatadi. Qaysidir biznes yo'nalishida endi odamlar bilan gaplashish kerak. Keyin o'sha gaplashishda, odamlar bilan gaplashishda yaxshi muomalali, o'shanday kirishib ketuvchi bo'lsin degan. Bundan tashqari tilni bilish kerak degan. O'sha ingliz tili, endi kars tilini ham sal bilsa yaxshi degan. Ochig'ini aytaman, kars tilini uncha bilmasam ham qo'limdan keladi, bilaman deb aytganman. O'shanaqa bo'lib turib, keyin kompyuter yaxshi ishlata olaman, dokumentlarni, Wordlarni yaxshi tushunaman deb o'zimda o'sha shu paytda intervyuga borganda yaxshi taraflar ko'rsatib berganman. Shundan keyin ma'qul bo'lib ishga olgan. Keyin hozir ham o'sha yerda ishlayapsiz? Ha, hozir ham o'sha universitetni bitirgandan keyin viza almashtirish jarayoni qanday bo'ldi? Universitetni bitirgandan keyin bizlar endi shu ish izlayapti degan davom o'tdik. O'shanga o'tganimizdan keyin
o'zi o'tishimizdan oldin men kompaniya bilan gaplashib oldim. Nima qilamiz? Menga qanaqa reja